Nafasimiz bilan kislorod berganimiz hisobiga alangalanib yonadi. To'planib yonadi. Agarda kislorod bilan aralashmasa, hattoki o'tin ham yaxshi yonmaydi. Kul ko'proq hosil bo'ladi. Agarda kislorod bilan to'yinib yonadigan bo'lsa, kul kamroq qoladi. Hozirgi misolim bilan ozonoterapiya muolajasi haqida gapirmoqchi bo'ldim. Agarda o'tinimiz ho'l bo'lsa va kislorod bilan yaxshi aralashmasa, u yonmaydi. Qachonki unga kislorod berganimizdan keyin yonadi. Xuddi shuni singari organizmda ham yonish jarayoni bo'ladi. Agarda kislorod yetishmasa, oraliq mahsulotlar ko'proq hosil bo'ladi va organizmda kul ko'proq hosil bo'ladi. Biz ozonoterapiya muolajasi yordamida yonish jarayonini tezlashtiramiz, organizmni yoshartiramiz va kislorodga bo'lgan ehtiyojini ta'minlab beramiz. Shuni hisobiga organizm tetiklashib, kul kamroq hosil bo'ladi va bemor o'zini juda yaxshi his qiladi. Bu ayniqsa og'riqni qoldirishga yaxshi yordam beradi. Biz Enter Shivo klinikamizda ozonoterapiya muolajasi yo'lga qo'yganmiz. Agar kimiki o'zini tetik his qilmoqchi bo'lsa, yosharmoqchi bo'lsa, ozonoterapiya muolajasini tavsiya qilamiz.